Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Samarqand davlat tibbiyot universiteti 3-pediatriya tibbiy genetika kafedrasi assistenti Umarova Saodat Sulaymonova. Sizlarga tetagenetik tekshirish usuli mavzusidagi amaliy ko'nikmamizni Samarqand shahridagi Saumed klinikasi genetiki Taisa Eduardovna bilan birgalikda ko'rsatib beramiz. Tetagenetik usul yordamida biz inson karyotipini aniqlaymiz. Bu usulda karyotipni aniqlash 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda hujayralar ekiladi, ikkinchi bosqichda ekilgan hujayralarning xromosomalari ajratib olinadi va bo'yaladi va uchinchi bosqichda mikroskopik tahlil o'tkaziladi. Bemordan 3 ml qon olinadi va probirkaga yig'iladi. Qon namunasi muhitga ekiladi. Buning uchun alohida steril xona mavjud. Tarkibida fetogemoglutinin saqlaydigan oziq muhitga 10 tomchidan 14 tomchigacha bo'lgan qon aralashtiriladi. Odatda qondagi leykosit hujayralari o'rganiladi, chunki leykositning yadrolari katta bo'lib, undagi xromosomalar yaxshiroq ko'rinadi. Eritrosit hujayralarini o'rgana olmaymiz, chunki unda yadro yo'q. Oziq muhitiga aralashtirilgandan keyin probirkadagi qon 72 soat davomida termostatda 37,2 gradusda saqlanishi kerak. Termostatdan olishdan 1 soat oldin 50 mikrolitr kalxitin probirkaga aralashtiriladi. Bu hujayralarni metafaza bosqichida qoldiradi. Keyingi bosqichda termostatdan olingan probirka 10 minut davomida sentrifugaga qo'yilib, uning ustidagi suyuqlik to'kib tashlanadi va probirkaga 5 ml kaliy xlor qo'shiladi. Yana 30 minut davomida termostatga saqlashimiz kerak. Keyin 1 ml fiksator qo'shib sentrifugaga yana qo'yamiz. Ustidagi suyuqlikni to'kib, yana 15 daqiqa muzlatgichda saqlaymiz. Bu jarayon bir necha marta tiniq suyuqlik hosil bo'lguncha takrorlanadi. Probirkadagi suyuqlik tiniq bo'lishi kerak. Tiniq ko'rinishga kelgan suyuqlikdagi xromosomalar butunlay hujayra qoldiqlaridan ajraladi. Ajratib olingan xromosomalar bo'yilib, mikroskopik tahlil qilinadi.